ishlar idoralariga murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum, Qo'shko'pir xalqim, hurmatli obunachilar. Hozirgi vaqtda kiber jinoyatchilik avj olgan bir paytda shu xalqimizni ogohlikka chaqirish maqsadida nimalarga e'tibor qilishimiz kerak, nimalar qilishimiz zarur. Shular to'g'risida tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bilan ozroq suhbat qilamiz. Bilamizki, kiber jinoyatchilar asosan nafaqaxo'r, nogironlik nafaqalari oluvchilar, turli xildagi xalqimizni shu plastik kartalaridan foydalanib, Telegram messenjerlar orqali APK fayllar tashab, shunday holatlar bo'layotir. Shu bilmasdan ochib qo'yish holatlari bo'lib, xalqimiz moddiy mablag'laridan ayrilib qolib turibdi. Shu yuzasidan Qo'shko'pir tuman ichki ishlar boshqarmasiga keldik. Qo'shko'pir tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Do'smetov Azamat bilan hozir qisqacha bir suhbat, muloqot qilamiz. Shuni sizlarga e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat, ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli Qo'shko'pir tumani fuqarolari, aziz eldoshlar. Bugun sizlar bilan juda bir muhim masala, kiber jinoyatchilik to'g'risida to'xtalib o'tmoqchiman. Hurmatli fuqarolar, joriy yilning 6 oy davomida kiber jinoyatlar, ya'ni internet orqali aldovlar 2 barobar ko'paydi. Bu oddiy raqam emas. Bu yaqin qarindoshimiz, yaqin qo'shnimiz, yaqin jigarimiz jabr ko'rayotgani deganidir. Aziz yurtdoshlar, agar sizga notanish raqamdan qo'ng'iroq qilishib, "Bank xodimiman, raqamingiz bloklandi" deb gap boshlaydigan bo'lsa, aloqani darhol uzing. Bu aldov. Agarda Telegram yoki boshqa messenjerlardan sizga lotereya yutdingiz, sizga pul mablag'i keldi, turli xil meroslar bilan bog'liq holatlarda xabarlar keladigan bo'lsa, bunga aslo ishonmang. Bu firibgarlik hisoblanadi. O'zingizga tegishli bank plastik kartasini raqamlarini, turli xil SMS kodlarini hech kimga aytmang. Hurmatli yoshlar, o'zingizga tanish bo'lmagan shaxslardan sizga biznesdan taklif yoki pulingizni 2 barobar ko'paytirib beraman qabilida har xil murojaatlar, xabarlar kelishi mumkin. Bunday vaziyatlarda siz darhol ota-onangizga yoki ichki ishlar idoralariga murojaat qilishingiz mumkin. Hurmatli fuqarolar, agar siz kiber aldovga uchragan bo'lsangiz, darrov 112 qisqa raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Biz yordamga doim tayyormiz. Xavfsiz bo'ling, ogoh bo'ling va doimo o'zingizni, yaqinlaringizni asrang.